endi ana kuni bir yeb ko'rdim. Menga ma'qul bo'ldi, faqat saqal tadbirkorimiz aytganday jig'ildonimni qaynatdi. O'shandan keyin to'xtatib qo'ydim. Hozir siz drojasi yo'q deb aytyapsiz, endi shunga o'tishga harakat qilamiz. Men bitta savol bersam maylimi? Mayli, qo'limizdan kelgancha Masalan, biz xonadonlarda qaynatma sho'rvalar ichib turamiz-ku. Shunda buni qanaqa qotirib qo'yamiz? Buni iloji bo'lsa, svejiligidan paytida to'rg'ab qo'yasiz. Mayda qilib to'rg'ab qo'yganingizdan keyin o'zimizni idishga solib, iloji bo'lsa salqinroq joyga qo'yib qo'ying. Salqinroq joyda. Agar issiq joyda qolib ketsa, bu chunki svejlik paytida to'rg'ab qo'ygan bo'lasiz-ku. Po'paning bosib qoladi. Salqinroq joyda bo'lsa, bemalol sho'rva qilgan paytingizda olib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Saqlanish muddati qancha bo'ladi o'sha? Agar shu holatida saqlamoqchi bo'lsangiz, 10 kun muddatiga kafolat beriladi, faqat salqin joyda. Saqlashda o'zini qonun qoidasi bor.